Assalomu alaykum. Zomin shaharcha markazi, Zomin shahri. Pashten shaharchaligi qolmagan buni. Xalq banki binosi, Adliya bo'limi. Bu yerda 3 ta xonamiz. Ijaraga beriladigan xonalar bor ekan, somsaxona, bu xona, mana go'shtxona bo'lgan avval. Kirish joylari. Parkovkalari ancha yaxshi. Kirish joyi bu tomonda, yo'l ustidan bu tomonga kiriladi. Xonalari ichki holati tayyor ta'mirlangan, yerlari kafel bo'lingan, o'rtadagi stoykalar olinadi. Bu ikkinchi xona. Har bir xona 65-70 kvadratdan. Bu uchinchi xona tayyor ta'mirlangan. Qay bir ma'qul bo'lsa, o'shanisini ijara shartnomasi asosida 5 yilga berishadigan bo'ladi.